Menimcha boshlasak bo'ladi. Mabodo o'rtasida o'chib qolsa mendan emas, chunki kamerani ortida hech kim yo'q. Xo'p, tiriklar, hammaga salom. Bu o'zimga berilishi kerak bo'lgan savollar va ularga javoblar. Oxirgi bir oy mobaynida meni ko'p qiynagan savollarga o'zim javob beraman. Umid qilamanki, sizlarga ham qiziq, oxirigacha eshitasizlar. Xo'p, birinchi savol. Nimaga ijod sustlashdi? Videolar tez-tez chiqmayapti. Xo'p, nimani bahona qilasan endi? Bahonalarga o'rin yo'q. Bir oy oldin magistraturada o'qiyman, bilasizlar. Imtihonlar bo'ldi. Keyin boshqa bir maktabga o'zimizni productiondan xizmat ko'rsatdik, syomka qilib berdik, boshqa bir akkauntga syujetli kontent olib berdik. Imtihonlarni ham topshirdik. Endi hozir nima muammo bo'lyapti? Muammo meni ichimda, menimcha, ya'niki qanaqa tushuntirsam ekan, miyada juda ham fikrlar ko'p. Hozir uxlamaganimga rosa bir sutka bo'ldi, bir kun bo'ldi, ya'niki iloji boricha tarqatmasdan o'zimga yozgan savollarimga javob berishga harakat qilyapman. Ijod nimaga sustlashdi? Tez-tez videolar chiqmayapti. Tez-tez videolar chiqmayotganining sababi, bilasizlar, bitta ssenariyni kerak bo'lsa bir hafta ishlaymiz. Ustida to'g'rirog'i men yozaman, o'zim qarayman har bitta detaliga. Bunga yordam beradigan faqatgina meni bitta insonim bor, ustozim Ismoil aka. Ko'rib turgan bo'lsangiz, rahmat kattakon, boringizga shukur. Mana shu kamerada syomka qilishimga ham hozir ular sababchi. Sababi kameraga pul berdilar. Iloji boricha olib qochmasdan gapirishga harakat qilyapman to'g'rirog'i. Hech qanaqangi kesmasdan joylayman. Ijod bir oy mobaynida sustlashgani to'g'ri. Haftada bitta video bo'ldi, 2 haftada bitta video bo'ldi, bir oyda 4 ta video bo'ldi. Qirollik haqidagi serialni uje tugatishimiz kerak edi. Birinchi o'shanga to'xtalsam, Qirollikni nimaga 4-qismi chiqmayapti? Chunki aktrisamizni ko'zi kasal bo'lib qolgan ekan, viloyatga ketdi Navoiyga. Mana iloji bo'lsa yozishmalarni qoldiraman. Xo'p. Viloyatga ketdi. Uni endi qachonki kelsa, tuzalib, ko'zini operatsiya qildirib, o'shanda davomini olamiz, joylaymiz. Ssenariylarda muammo bo'lyaptimi? G'oyalarda yo'q. Hammasi joyida. Mana men misol uchun oddiy sizlarga aytib beraman. Hali olinmagan ssenariy. Mana misol uchun ustozim bilan birga yozganimiz, ustozim o'zi yozib bergan, menga tuhfa qilgan 500 mingta bo'lganimga bitta ajoyib ssenariy yozishgan. Uni hali syomka qilganimiz yo'q. Syomka qilish uchun nima kerak? Albatta mablag' kerak. Uni bitta syomishniy plashatkani o'zida olib tashlasa bo'ladi, lekin o'shanga ko'p massovka kerak, ko'p rekvizitlar, xullas qisqasi unga pul kerak. Yana olinmaganlar dada haqida bor. Sigir sog'adigan erkak haqida bor. Kommunal to'lovlar haqida bor. Diplom haqida bor. Aktyorlik haqida bor, ozodlik radiosi haqida bor, yolg'on reklama haqida bor. Ssenariylar juda ham ko'p, g'oyalar juda ham ko'p. Shunchaki texnikasiga ulgurmay qolyapman. Va ikkinchi omilni juda yaxshi bilasizlar. Kimdir vaqtini olib syomka qilgandan keyin unga mablag' berish kerak. Bu mablag' bo'lsa, menda yo'q. Mablag' qayerdan bo'ladi? Reklamadatellardan bo'ladi. Xo'p. Videolar tez-tez chiqmayotgani sababi birinchi o'rinda texnik jihatdan ulgurmayotganimiz, birinchi o'rinda mablag', ikkinchi o'rinda texnik jihatdan operatorni vaqti bo'lmaydi, akobirni vaqti bo'lmaydi, yo montajda muammo bo'ladi, yo dostonni ish chiqib qoladi. Uchinchi o'rinda bo'lsa bu shu imtihonlar, boshqa productionga produkt qilib berganim, production bilan boshqa akkauntlarga produkt qilib berganimiz. Mana shu eng asosiy 3 ta omil: pul, vaqt va ozgina jamoa. Jamoa joyida, lekin
baribir hammasi borib pulga taqalyapti. Ssenariylar ham sayozlashgan. Ssenariylar sayozlashganmi? Mana misol uchun oddiy tahlil qilib ko'ramiz. Nima haqida? Oxirgi bir oy olgan kontentlarimiz nima haqida? Iyun, bo'pti, iyun oyini o'zini olaylik. Mana iyun, qirollik birinchi qism 3-iyun chiqyapti. Bu nima haqida? Munosabatlar haqida, oila qurmaslik, ya'niki hissiyotlar haqida bu. Ikkisi chiqyapti, bu ham hissiyotlar haqida. To'rtinchisi portlab ketyapti. Birinchi muhabbat, bu ham hissiyotlar haqida. Lekin bu yerda muammolar yoritilingan. Misol uchun o'sha birinchi muhabbatni o'qishga kirmasa, qishloq joyida uni eriga berib yuborishi va birinchi qismida hali oila qurishga tayyor emasman deb bolani o'ylashi va o'zimga nimadir sharoit qilib olay, keyin oila quraman deyishi va qizni ham o'zida muammolari borligi, erga berib yuboraman deyishi. Ya'niki bu ham hissiyotlar haqida. 1-iyulda chiqqani bo'lsa, o'sha bir oyda 3 ta kontent qo'yibmiz. 3 ta, 4 ta. 1-iyulda chiqqani she'r, bu kam ko'rildi, bu tabiiy edi. Men erta charchadim oyi. To'g'risi. Ba'zida shunaqa xayollar keladi, hammasini yig'ishtirib bir tomonga ketging keladi. Hammasini tashlab lag'monchilik qilsammikin deb qolasan. Nimaga? Chunki shunaqangi ssenariylar yozganman, ssenariylar sustlashmagan. Shunchaki meni uzoqroq ijod qilgim keladi va sizlarga hissiyot bera olyapmanmi? O'sha hissiyot tomonlama nimadir mesej ham bergim keladi, to'g'risi. Shunaqa ssenariylar bor. Buni yozishga ham qo'rqasan, to'g'risi. Sababi ozgina netto narsa bo'lib qolsa, ertaga men bilan nimadir muammo bo'lib qolsa, to'g'risi hech kim ota-onamdan yoki yaqinlarimdan boshqa hech kim to'g'risi qayg'urmaydi. Men bo'lsa uzoqroq ijod qilgim keladi. Iloji boricha g'oyalarni, bo'layotgan adolatsizliklarni, qabul qilinayotgan narsalar ozgina bo'lsa ham noto'g'riligini tushuntirish uchun g'oyalarni afalmirovka qilishga harakat qilyapman, to'g'risi. Keyingi savolga o'tsak, demak ssenariy ham sayozlashgan. Ssenariy sayozlashgan, to'g'ri, bir oy mobaynida sayoz bo'ldi, lekin endi men Full HD o'zimning prime time davrimga qaytaman. Ovozim eshitilyapti. Chunki kamida bir oy depression nimada yashadim. Mindda overthink deydimi, nima deydi? Ko'p o'yladim narsalarni, hammasini. Hamma butun boshli hayotim haqida o'ylab chiqdim. To'g'risi. O'shaning uchun ham bu videoni shunchaki yozib qo'yapman, o'zim saqlab qo'yishim uchun fikrlarni. Sizlarga ham ulashyapman nimaga unaqa bo'layotganini. Balkim meni eskidan kuzatayotgan obunachilarim buni allaqachon sezgandir. Demak, ssenariylar endi mustahkamlashib boraveradi bu yog'iga. Yana metaforalarga ko'chamiz, yana hissiyotlarni ozgina chekkaga surib, sovuqqonlik bilan bo'layotgan muammolarga yechim berishga harakat qilamiz va o'shalarni olib chiqishga harakat qilamiz. Full prime time deydimi, xuddi shunaqa. Eng katta muammo nimada? Eng katta muammo bu mablag', albatta. Pul. Xudoga shukur, nolimayman. Qarzga bo'lsa ham so'mka qilyapman. Kredit to'lashim kerak bo'lsa ham, kontrakt to'lashim kerak bo'lsa ham so'mka qilyapman. Nimaga? Chunki meni bor yo'g'im shu. Meni bor yo'g'im aktyorlik, iloji bo'lsa rejissyorlik qilish, o'zimni vlogimga o'zim. Boshqa ish qo'lingdan kelmaydimi? Keladi. Men vaqti kelsa ayron sotganman, ayron qilib sotganman. Bitta paqirdan o'sha vaqtda 15,000 foyda qolardi, sof foyda, suzmadan tashqari. Non sotganman, gilos sotganman, novvoychilikda ishlaganman, non yopishda bilaman. Kerak bo'lsa, etik dozga ham shogirdlikka tushganman, etik tikishni ham bilaman. Xo'p. Shunchaki hozir full fokus harakat qilyapman. Mana shu kasbda nimadir qila olishimni o'zimga o'zim isbotlashga, kimgadir emas. To'g'ri, ancha yo'lni bosib o'tdim, ancha yo'lga kelib qoldim. 500 mingta triklar.
Bu hazilakam emas. Bu buncha auditoriyaning mas'uliyati bor. Siz qayerdadir, kimgadir nimadir demoqchi bo'lsangiz yoki jamoat joyida nimadir o'zingizni tutib ola bilishingiz kerak, emotsiyaga berilmasligingiz kerak. O'zingiz yolg'iz qolganda nima qilsangiz qilishingiz mumkin, lekin hammaning oldida baribir siz o'rnak bo'la olishingiz kerak. Axir shuni bizga 4 yil o'rgatishdi. Nimaga men qanaqadir videolar chiqib ketmaydi, qanaqadir zapallar yo boshqa narsalar, unaqa yashashni ham xohlamayman to'g'risi. O'zi oxirgi paytlar faqat o'zim bilan o'zim bo'lib qoldim. Shu bir oy mobaynida hamma narsani o'yladim. Eng ko'p o'ylaganim ssenariylar bo'ldi. Ssenariylar, qanday qilib shu muammoni o'rab olib chiqsam zo'r bo'ladi. Muammolarimiz juda ko'p. Endi muammosiz davlatning o'zi yo'q. Hamma davlatda muammo bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p. Iloji boricha fikrni bitta joyga jamlab gapirishga harakat qilyapman. Shu hozircha eng katta muammo mablag' bo'lib o'tiribdi. Mablag' bo'lgandan keyin mana misol kanikul, o'qish uje 2-kursga o'tdik, ortiqcha suspens bo'lmaydi, ortiqcha yuklamalar bo'lmaydi. Full ijod qilish kerak. Uje qisqa metrajli film olish kerak. Men chiqayotgan reklamadatellarga nima demoqchiman bu videoda agar ko'rayotgan bo'lishsa, so'rab qolgan bo'lardim. Bizni kontentimiz oson emas. Buni juda yaxshi bilasizlar. Qilinayotgan mehnat har bittasi o'lchab, santimetrlab qarab qilinadi va bizga reklama bersanglar, bu o'zini oqlaydi albatta. Misol uchun mana Falaq nashr bilan hamkorlik qilganmiz. Har bitta qo'yilgan video kamida 2 million, 1,5 million ko'rilgan. Oxirgi marta Falaq nashr bilan olganimiz Binafsha Shulasi. Deyarli mana to'g'risini aytaman, 20 million, 15 millionga dogovor qilgan bo'lsam, 3 million minusda chiqdim o'sha reklamadan, to'g'risi. Yana bitta ajoyib nima bilan ishladik? Tacit storymi? Uzr, ming bor uzr. Miya ketib qolgan. Xo'p. Qani u video? Mana. Tacit story bilan ishladik. Uni ham deyarli 70% kontentga ketgan. Bizga misol uchun reklamaga chiqishadi, yo ularni sharti to'g'ri kelmay qoladi, yo bizniki. Menimcha qimmat deyishsa kerak. Nimaga qimmat? Chunki bizda как положено ssenariy tuziladi, aktyorskiy sostav ajratiladi, podgotovka qilinadi, kerak bo'lsa rassom bilan ishlanadi. Siz qancha ko'p bersangiz, shuncha pulni oqlaydigan qilib beramiz biz reklamani, to'g'risi. Nimaga reklama olmaysiz? Reklama olsangiz bo'ladi-yu, donat so'raverish joningizga tegmadimi? Voy, odamlar, insonlar, tiriklar. Men ham reklama olgim keladi. Misol uchun, bir oyda bir marta ichoq reklamli post bo'lib tursa, yo bir oyda 2 marta bo'lib tursa, 6 ta kontent chiqarsam, 2 tasi reklama bo'lsa, bu sizlarga ham foyda, menga ham foyda. Yomon narsani tavsiya qilmasligimni hamma juda yaxshi biladi. Agar men duch kelgan narsalarni reklama qilib chiqarganimda bu choqqacha bitta mashinada yurgan bo'lardim. Mana 2 oydan beri kiyayotgan futbolkalarim har hafta almashib turardi. Men to'g'risi vijdonni narxlagim kelmaydi. Xuddiki siz avtobusda yo'l haqqini to'lamasdan, to'lashingiz kerak bilasiz, lekin tushib ketasiz to'lamasdan, sizning vijdoningiz narxi 1800 so'm bo'ladimi? Yo'q. Bunaqa qilmaslik kerak. Vijdonni qiynamaslik kerak. Men asobinan o'sha narsani xohlayman. Reklamaga chiqayotgan odamlar bitta narsani bilishsin. Bizni shu paytgacha mana qilgan mehnatimizni ko'rib chiqsin, bizga ishonib o'sha pulni berishsa, biz albatta oqlaymiz bu narsani, to'g'risi. Cho'ntagimizga solib qo'yib yo boshqa emas. Biz misol uchun montajyor oladi, operator oladi, akobir texnik doston oladi. O'sha butun jamoaga tarqaladi pul. Men misol uchun o'sha pulni cho'ntagimga solib olmayman yoki o'sha puldan qolganini yana boshqa kontentga rivojlantirish uchun qilaman. To'g'risi shunaqa. Misol uchun o'quv markazlar, universitetlar chiqadi, dogovor qilaylik, boshqa narsa deyshadi. Narxni aytasan, bo'pti aloqaga chiqamiz deydi. Yo'q shu bilan. Yo boshqa to'g'ri kelmasa konkretni aytish kerak. Brat,
mana shuni shunaqa qilsangiz yaxshi bo'lardi desa, agar to'g'ri kelsa biz qilamiz, to'g'ri kelmasa okey degan joylarimiz ham bo'lgan. Yo'q, bunaqa ishlay olmaymiz degan joylarimiz ham bo'lgan. Ssenariy yozib ber deyishadi, pulga ssenariy yozib ber menga deb ko'pchilik so'raydi, hattoki bir ikkita blogerlar ham so'raydi. Yo'q, men ssenariy yozib sizga bera olmayman. O'zi yozgan ssenariy meni farzandimdek gap. Uni yozganimdan keyin uni olishim kerak. Men uni har bitta o'lchamini ko'rib yozaman chunki. Uni o'zim syomka qilishim kerak, shart, zarur bu. Suv va havodek. Qanaqa qilib o'zingizni bolangizni shunchaki boshqaga berib yuborasiz? Uni katta qilib, ya'ni syomka qilib, montajini ham ustida turib, keyin bersangiz, ha, buni parviz qilibdi, zo'r qilibdi deydi. Sizni nomingiz yotadi. Bilmayman bu prinsiplar bilan qayergacha boraman, lekin oxirigacha borish niyatim bor. Och qolib ketsam ham, boshqa narsa bo'lib ketsa ham, o'zi nima bo'lsa bo'lyapti-yu. Eng katta muammolar hozir shu. To'g'ri reklamatsiyalar kelmayotgani, hozirgacha biz bilan hamkorlik qilganlarga rahmat aytaman. Yana yaxshi kelishuvlar bo'lsa, biz har doim ochiqmiz reklamaga. To'g'risi. Tushkunlikka tushib qoldingmi? Oh my gosh. Mana qaranglar. Qaranglar. Menda har doim muammo bitta bo'lgan. Yaxshiroq film qilishim kerak, yaxshiroq ssenariy yozishim kerak, yaxshiroq ijro qilishim kerak. Uchalasidan bittasi har doim bo'lishi kerak bo'lmasa ham. Meni misol uchun kimning oilasida muammosi yo'q? Hamma oilada muammo bor. Lekin hozir ayni paytda ta'sir o'tkaza olmaymanmi? Uni o'ylamasligim kerak. Men u narsaga full fokus qaratishim kerak. Men tushkunlikka tushishim qiyin. Agar tushkunlikka tushgan bo'lsam, mabodo tushib qolsam 2 kun yoki 3 kun. Mana qara. Sen tushkunlikka tushishing kerakmi? Da, tushkun, mana 3 kun muhlat senga yoki 2 kun. Full nima qilsang qilgin, shu 2 kun keyin ertasidan yana full prime time davringga qaytishing kerak, yozishing kerak, olishing kerak. Kapitalni yozgan Karl Marksning bir gapi bor. Chala homilador bo'lish mumkin emas. Burningizni siqdingizmi? Endi ortga yo'l yo'q deydi kichkina tabibda. Bu bekorga aytilmagan bu gaplar. Bu xuddiki menga aytilgandek bu gaplar. Tushkunlikka tushganim yo'q, depressiyaga tushganim yo'q. Hammasi joyida. Shunchaki ko'p o'ylasam shunchaki yo'q bo'lib qolaman. Storieslar ham bo'lmaydi, telegramlarga ham qo'ymayman. Hozir maksimum harakat qilyapman. Mana endi bugun mana hammasini yengil tortish uchun shu videoni yozyapman. Bilmayman oxirigacha ko'ryapsizlarmi, yo'qmi, lekin aytishim kerak. Xo'p, nima deydi? Tushkunlikka tushganim yo'q. Hammasi joyida. Zo'r kontentlar, zo'r filmlar bo'ladi xulolasa. Xudo xolasa tez kunlarda bizga homiy topilishi bilan YouTube'ga qisqa metrajli filmlarni olishni boshlaymiz. Mana bunaqangi bemalol ko'radigan variantda. Chunki bu YouTube kanalim bekorga eskirib yotmasligi kerak. Obuna bo'lib qo'yish, like bosish, izoh qoldirish esdan chiqmasin. Xo'p, YouTube'ga qachon qisqa metrajli film olasan? Oh my gosh. YouTube'ga mana aytyapman, homiy topilsa, aniq bir misol uchun bizga adnorazli homiylar kerak emasda, o'shaning uchun ham biz ishlamaymiz. Bizga misol uchun doimiy, misol uchun 3 oylik, 6 oylik dogovor qilinsa, biz oqlaymiz uni pulini, ham kobam kuymaydi. Biz yaxshi film qilishga harakat qilyapmiz-ku, hamma ko'rib turibdi-ku, to'g'rimi? Har bitta rakursni qarasam, men har bitta detallarigacha qarasam, aktyorskiy igralar dubl bo'laversa, men bilan ishlaganlar juda yaxshi biladi. Meni eskidan kuzatayotganlar buni juda yaxshi bilishadi. Da. Va oxirgi savol. Sizlarga bu savol. Meni ijodim qiziqmi sizlarga? Ko'proq nima qilayotganim? Misol ijodiy faoliyatim qiziqmi yoki men ertalab turdim, mana hozir syomkaga ketyapman, mana donishda qilyapmiz, mana bir nima deyishim qiziqmi? Men agar ijodiy nima yozayotganimni sizlarga ko'rsatsam, nima bo'layotganini ko'rsatsam, brat, muncha o'ylanasiz, bo'ldi. Siqilmang deysizlar. Yo'q, unaqa emas, undan emas. Bu ijod, bu stress, bu shunisi kayf.
Shunisi maza bu. Men misol uchun storieslar doston stories tugab qoldi aka desa keyin qo'yaman. Ungacha stories qo'yisham hayolimga kelmaydi. Bir ko'rgan bo'lsanglar ovoz qo'yib, kinolardan ovoz qo'yib. Chunki kinolarni yaxshi ko'raman, filmlarni yaxshi ko'raman. Filmlardagi sitatsiyalar menga yoqadi, aytilgan gaplar juda ham yoqadi. O'shaning uchun shunaqa qilib qo'yaman. Xo'p, oyim xabar yozishibdi. Ming bor uzr. O'zi ko'rsa bir 100 ta, 200 ta musht. 12 ta. Ha, xabar yozishmabdi. Storiesimga like bosib Telegramda. Hozircha shular. Ijod biz har doim aytaman, endi boshlaymiz deb. Sababi qachon boshlaysan shuncha dalbayob, shuncha mehnat qilding, shuncha nima qilding. Qachon boshlaymiz deyapsan. Film olganimizda hammasi boshlanadi, xudo xolasa. To'g'risi. Iloji boricha aktiv bo'lishga, iloji boricha sizlarni vaqtinglarni rozi qilishga, ketkizgan vaqtlarni rozi qilishga maksimum harakat qilaman. Oxirgacha ko'rgan bo'lsangiz rahmat va o'sha savollarga yozib qoldiringlar. Men nima qilsam ham ma'qullaysizlarmi yoki no deysizlarmi? Va ikkinchi savol, meni shaxsiy hayotim qiziqmi yoki ijodda nimalar qilishim, nimani o'ylayotganim qiziqmi? Va uchinchisi, nimaga kuzatasiz va qanchadan beri kuzatyapsiz? Shuni ham yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Soat 11 bo'ldi. Men bo'lsa hozir borib syomkani boshlashim kerak bolalar bilan. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog'lom fikrlashda to'xtamanglar. O'zinglarni so'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog'lom fikrlashda to'xtamanglar. Sizlar bilan Parvez bo'ldi. Paraus. Menimcha ancha yengillashdi. Talapartishlik, gaplarimda palapartishliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Rahmat hammanglarga. Yaxshi ko'raman sizlarni. Aytgancha donat qilish esdan chiqmasin. Hech yo'q, kamerani 300 ming, 500 ming ni qoplasa ham bu hamma bizga. Sof ijod yaxshi ko'radiganlar va biz anchadan beri kuzatib kelayotganlar juda yaxshi tushunadi. Boringlarga shukr. Kontentlarida, filmlarda ko'rishguncha. Rahmat.